Shahram G'iyosov va Jaron Ennis. Yaqin kunlarda ringda kuchli va iqtidorli yigitlar to'qnash keladi. Ikki qit'aning eng kuchli jangchilari orzu va g'urur uchun kurashadi. Bir tomondan Amerikaning mag'rur yulduzi, hamma kutgan Jaron Ennis favorit jangchi. Boshqa tomondan O'zbekistonning faxri, mo'jizaviy bola Shahram G'iyosov. Bu shunchaki jang bo'lmaydi, xuddi Madrimov va Crawford kabi shov-shuvli jangdir. Raqib haqida ma'lumot berib o'tsam, Jaron Ennis 1997-yil 26-iyulda AQShning Philadelphia shtatida tug'ilgan. Uning balandligi 1,78 m, vazni esa 66,600 gramm. Uning professional rekordi 34 ta g'alabadir. Shulardan 30 tasi nokaut bilan yakunladi. Biror marta faoliyati davomida mag'lubiyatga uchramadi. 2025-yilning holatiga qaraganda IBF va WBA super chempionlik kamariga egalik qilmoqda. Ishonasizmi, bu yigitda ham jahon rekordi bor. 2 karra. Bu yigit hujumkor va juda ham kuchli zarbalar yo'llaydi. U o'zining kuchli zarbalari bilan barcha raqiblarni mag'lubiyatga uchratgan. Endi esa O'zbekiston faxri Shahram G'iyosov 1993-yil 7-iyulda Buxoro shahrida tug'ildi. Shahramning balandligi 1,76 m, vazni esa 63,500 gramm. Professional rekordda 17 ta jang o'tkazgan va 17 ta g'alaba. 10 ta jangni esa nokaut bilan yakunlagan. Shahramning uslubi ajoyib texnika, kuchli oyoq harakatlari va aniq zarbalari bilan barchaga tanilgan. Shahram G'iyosov Jaron Ennisni albatta mag'lubiyatga uchratadi va amaldagi barcha kamarlarni undan tortib oladi. So'ngra esa Ryan Garsiyaga qarshi ringga chiqadi. Qadrli do'stlar, hamyurtimiz Shahram G'iyosovga omad tilaymiz. Shahram G'iyosov 37 million odam sening ortingda va sening uchun duo qilamiz.